Yaxshimisilar? Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Ben hozir jonli ekan, mana shuning uchun tashqarida zo'mbi biroqlar yuribdi. Shuning uchun bitta biza til kelishmayapti. Pullar pichog'imiz bor. Chiqamiz, qiramiz, bo'ldi. Keldi o'sha mana. Biz keladigan joyimda kelasan, ukam. Nima bor men bilan o'ynash? Aytdan bo'lgan qoch. Qochon. Men bilan hozir jon siqib olaman. Hammang go'zallarga. Davlat. Itdan bo'lgan mintaqam ishlamaydi. Ondan. Kemaysan ukam ke yo'q it bo'lar kelarkan. Ke ondan. Men bilan o'ynashda oqibati. Men endi o'z bemahmamiz. Mashina olishga uxlatamiz. Shashilga sigaretga kerak bo'ladi. Azlashdim. Oldim. Nimaligini bilmadim. Yaxshi narsa shekil. Mendan nima ketdi, to'g'rimi? Sandiqda ham qo'shib olamiz ana. Yo'qoladi. Endi sandiq o'zimizdan narsa qoldirganmizmi o'zi bilan. Hop, mayda nima bor ekan? Onada bitta biroqlar bor. Shular oldiga borgim kelmaydi. O'ldirmaydi-yu endi. Mayli. Yurak chidolmaydi endi ularni o'ldirmasam men. Mashina uxlatib ketamiz. Olaymi? Endi olaman-da. Nima ham qilardim boshqa? Nima bor ekan? Hammasini uxlatib turamiz. Yo'q, olma. Hop, kiyimni kiyib olamiz. Tariyalang'achmiz hozir. Zo'ropa. Hop, qani meni narsalarni mana. Endi bunga bitta ishtonam bor ekan. Ana. Qaysidir shevada divonacha bo'ldi. Nimalar bor endi menda sham bor ekan, cho'milamizmi? Tishga turay. Nimagadir hozir berdi, hech kim yashamaydi. Hech kim yo'q ham hozir. Hamma narsa uxlatib qo'yamiz dedi. Divan yerda stayda bir narsa yasash kerak. Ikkita olmadan otda bo'ldi. Nima ekan? Shu bosilarkan. Shu men endi bilib turibman, nima bu? Nima ekan bu? Wow. Nima bu endi? Shu. Wow. Açılmaydımı? Tanımaz yani. Yuh oğlum. Hop. Çedip gitgene güllü ama olamaz. Endi nima qilay? Ko'ngil chidolmaydi. Ko'zga yaxshi ko'rinib kelsa bo'ldi. Divanam nima bor? O'zbekistonda bunaqa narsalar bo'lsa men bilmadim. Wow. Sandiq panda bilan olamiz. Bunga kerak endi. Hop, eshik ham olamiz ana. Qachon sanaydi endi bas.
Elə. Bo'ldi da endi. Menda nima ketdi? Shularda ovozam bunday kuchim ketmaydi. Ap. Ne? Ye. Yo, ana. Nima bor? Instagram kerak bo'lib qoladi. Hop. Ye. Oh, paxtabat. O'zim oyimda tiqdim. Hech. Hop. Qaydan chiqaman men? Nimalar bor ekan? Qishloqda hamma narsani uxlatib qo'yamiz. Hop, nima bu? Sal kam ta'minlanganmi? Jinni bo'lyapman men hozir. Boshim aylanib ketdi telefonda. Hop. Ketdi. Qayerga boramiz endi ketganimizda? Nima? Sal kam ta'minlanganmi ekan deymanda. Pas. Nima bu endi? Oy bo'lmasa ekan. Nimani qo'yamiz? Nima qo'yish mumkin endi bu? Olmaz qo'yim. Çünkü tushunmadim. Chidolmadi dil. Ololmaganimga nima qilishni bilmayapman asamlarim. Yo 2011'lar bormi? Soat bo'lsa 2011 bo'ldi. Ovoz yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, hozir menda mikrofon yo'qda, mikrofonim bo'lgandagi ovozim daxuya chiqardi. Hozir mikrofonga hozir bilasizlar, O'zbekiston endi hozir gaz, svetga pul to'lamayapmiz, endi mikrofonni nima sakraymi? Esyamali o'lib kesyamali, Alloh akbar. Yo'q, o'larkan. Nima endi ovqat yeymi? Ya. Flash. Tez yurasan deyapti. Bizga hozir tezlik kerak emas. Kekirishing bo'lmaydi. Hozir zombi botashlar chiqadi. Ungacha biz nima qilsak? Nimalarda qo'ysak endi? Boradigan joyga borsak endi. Bog'laymiz-mi? Hayotingni saqlab qoldim, rahmat demaysanmi? O'zbekistonga rahmat dedim. Uzr. Chiqolmayapman. Ona ko'zim olaymi o'lgular keladi hozir. Menga bunday g'oya kelmayapti-da miyaga. Uyda yeyman ekan. Yeyman edi. Vay. Ashiga bosh. Borish kerak endi. Hozir nima deydilar, men tovolaydi. O'zimga qolib o'ldimmi endi? Qayerga borardim men? Yemang orqamdan, ustimga kirib qo'yasiz. Qayerga boraman endi men qaydan? Beydan sekramoqda. Ya, ana. Qo'lim to'g'ri kelyapti-da. Ularni duh yetadi, просто так. Shuncha narsa uval. Yo'q. Shuncha mehnat qilib topgan narsalar. Oldimmi? Endi menda hech narsa qolmaydi. Bitta menda emas, butun O'zbekistonda.
qilyapsan dedi. Bu qolma. Chichvada. Hey. Menda kommentariy ham yozib turinglar. Kelar men ham qiziqaman. Dilim og'riydi. Bitta amerikalik youtuberni ko'rdim. Uni ikkita video bilan 248 ta obunachisi bor. Nimaga biz 100 tadan 100 tadan oshgan 110 taga ham keldi menimcha. U ikkita video bilan Roblox is gay deb yozsanglar, Roblox guy. Endi inglizchada shunga. Ikkita video bilan shuncha harakat. Nima bo'ldi? Videolarni tugataymi deyapman. Uyqum kelib ketdi, yetti uxladim. Necha bo'ldi? Nechini to'ldi? Voy. Necha minut bo'ldi? Qaydan ko'riladi? Men ko'rmayapman. Xullas, shu vaqtdan kelib qolibdi, men uxlashim kerak. Xullas, hammaga xayr, sizlar bilan Sevimli qaranglar, sizlarga bitta shart. Ana hozir nechinchi aprel? 12-aprel. 20-aprelgacha 50 tadan oshsak, sizlarga va'da beraman. Va'dam ustidan turmasam, mana shu 50 tadan oshganda jonli efir qilib bo'ladi-da. Hozir 38 ta bilan men xuy qila olaman-da. Shuning uchun 50 bitta bo'laylik bo'ldi. Uytimanga aytayapti, shu 50 bittadan oshsang, tezroq bo'lsang, odam efir qila olasan. Avvalo. Shuna deyapti menga endi. Yordam beringlar. Iltimos. Xullas, o'sha gap 50 tadan olsa jonli efirda bundan bitta jonli efir qilaman короче. Chat nima deysan shuna qilaman. Xullas, videomiz tugadi. Hammaga xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb ko'rishamiz erta petkalarga. O'sha gap hamma tushundi. Hammaga xayr.